hozir bitta yaxshi insight aytaman. Hozir esimga kelib qoldi, o'shani aytib ketaman. Biz hech qanaqa ish qilmaganmiz. Birinchi marta bo'lgani uchun biz birinchi очередь logotip bilan nomni o'ylaganmiz. Nima qilsak bo'ladi deb. Bunday o'ringa chiqib ketamiz deb o'ylamaganmiz. Shuning uchun biz odamlar uchun shu foydamiz tegsin, og'aynim Georgiy o'shanda yengillik qilib turib, ozgina kreativность qo'shish kerak deb turib, i-o'ni i-ga o'zgartirgan. Shunda peoples bo'lib qolib ketgan. I Tojikistonga keyingi hafta xudo xolasa уже u bozorga уже xudo xolasa endi kiramiz. Hozir Xo'jandda bitta filialimiz dizayn qilib bo'lganmiz, joy tanlab bo'lganmiz, remontini kutyapmiz. Shunisiga ham lekin qilib ko'rmaganmiz. То есть testda, teoriyada bilamiz, lekin praktikada bilmaymiz qanaqaligini. O'zi hamma narsani o'zini kontroliga olgan. Operatsionkaga o'zingiz ham kirgansiz. O'zingiz kirgan, men ko'chada turib, o'sha очередьni o'zimiz строить qilib turganmiz. Хорошо. Никто не сделает лучше меня. Shunaqa 100%. Вот. И siz agar bu fikr bilan dalishib borsangiz, ikkita oxiri bor. Birinchisi выгорание bo'lasiz. В любом случае, миллион задач на одного человека, он в любом случае рано или поздно выгорит. Bu 10-15 marta bo'ldi shekilli o'sha выгорание. Bo'veradi. Просто в какой-то момент выгораниеda bo'lganingizda zadachalar bajarilmaydi. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bugungi podkastimizga biz Peoples kompaniyani so'chrizdan taklif qildik. Amirxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu podkastimizda biz asosan biznes, marketing to'g'risida do'stona sifatida suhbat qilib o'tamiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu podkastni oxirigacha ko'rsanglar bo'ladi. O'zingizlar uchun balkim qanaqadir sifatli bilan yokida развлекательный целida ham ko'rsanglar bo'ladi. Va bu podkastni men nimadan boshlamoqchiman? O'zbekistonda juda keng tarqalgan Peoples choylari va menga qiziq bo'lgan narsa qandoq qilib oddiy choydan bunaqa kreativ, improvizatsion mahsulot ishlab chiqarsa bo'ladi va bu narsa o'zi nimadan boshlangan, Amirxon? Birinchi navbatdan taklif uchun rahmat, chunki bizda meni o'zimni opitimda hech qachon unaqa podkastda o'tirib gaplashmaganmiz. И men uchun o'zi в целом kamera непривычный, noqulay deb bilaman. O'zimiz shaxsiy brendimizni boshlashimizga nimalardan boshlashimiz kerak deb o'ylayman. Peoplesga keladigan bo'lsak, biz 2023-yil asos solganmiz. Biz deganim bu men bilan meni sherigim, Kirill degan sherigim bor. Rossiyada, men o'zim Rossiyada o'qib yurgan paytimda O'zbekistonda shu nimadir qilishimiz kerak deb bilganmiz. Endi biz o'zimiz shu sherigim bilan yoshligimizdan, shu 7-8-sinfimizdan boshlab nimadir qilib pul topishga harakat qilganmiz. На темках. Da. Bo'lardi, tam Xitoydan anaqa elektronniy anaqa sigaretlar, elektronniy power banklar olib kelib sotardik, kada ishoni. Vape'lar anaqa bo'lgan, endi bilamiz, hozir bu yomon narsa. Endi u payt pul topsak bo'ldi edi. Shunga har xil ish qilib ko'rganmiz. Moskvada ham ko'p ish qilib ko'rganmiz. Endi biz o'qishni bitirganimizdan keyin O'zbekistonga qaytishimiz kerak. Xullas, O'zbekistonda biz nimadir qilishimiz kerak. Shunda bizda sherigim bilan shu bitta videniya bo'lgan. O'zbekistonga kelib xorika sferasini razviyat qilish. Xorika deganimda restoran sohasiga kirmoqchi bo'lganmiz o'zi boshida. Lekin shu boshida unaqa sarmoyamiz unaqa ko'p bo'lmaganligi sababi biz shu nimadir kichkinaroqdan boshlamoqchi bo'lganmiz. O'zi Dark Kitchen o'z bilasiz nimaligini. Oddiy kichkina podvalda sex qolib turib, faqat dastavkaga ishlamoqchi bo'lganmiz. Ovqat qilmoqchi bo'lganimizda, kafe qilmoqchi bo'lganimizda. Shu bilan bizga O'zbekistonga qaytishimizga qanaqadir ideya kerak edi, qanaqadir g'oya kerak edi. Hali O'zbekistonda yo'q. Oson qilish unaqa katta opit kerak emas. Tak, okey. Shunda biz Xitoy davlatlarida ko'p qarab yurganmiz, nima qilsak bo'ladi. O'sha paytda endi o'zi Xitoyda u 2015-2010-yillardan уже boshlangan bu narsa. Lekin trendga chiqqani SNGga kelgan payti именно o'sha payt edi, 2023-2022-yil paytlari edi. U paytlar hammani COVID bas, shunaqa. Hammani choy, C1da ayniqsa. Shunaqa. Bizda o'sha biz nima qilmoqchi edik? То есть hamma shu yoshlarda, o'zingiz og'aynilaringiz ham даже ko'p oldingizga kelib kofe qilmoqchiman deb kelishadi. Endi bu slishkim banalniy bo'lib ketgani uchun biz mana shu O'zbekistonda Toshkent kulturasida kofe emas, choyga o'tkazmoqchi bo'lganmiz. Insonlar shu ko'chada
kofe ichib o'tirishadi-ku, o'shani kofe emas, choy qilaylik. O'zi bizda odatdan eskidan hamma yoz kunida, issiqqina yoz kunida 100 gradusda choy ichib o'tirishardi. O'shanga bizning kulturamizga как будто бы mos keladigan narsa bo'lib qolgan. Shunaqa. Endi bizni shu boshlaganimizda men hali o'zim Moskvada edim, meni sherigim o'zi boshlagan. Mansiz. Endi men ko'p kelib yurardim Moskvadan Toshkentga shu retsepturalarni aniq qilgani, o'tirit qilgani. Xullas, shuni zapusk uchun bizga 1,5 yil vaqtimiz ketgan. Retseptni o'ziga. Uni o'zimiz o'sha sherigim noldan o'zi ko'tarib, hamma narsani o'zi o'ylab topgan, imенно retseptura bo'yicha. U paytida o'zingiz uchun, bilishingiz uchun, например, 0,7 stakan logotiplik O'zbekistonda hali yo'q edi. В целом просто yo'q edi. Da. То есть yoki-da Xitoydan zakaz qilish kerak, yoki xuddi shunaqa stakanni logotipsiz nakleyka bilan yopishtirishimiz kerak. Biz shu narsani tanlaganmiz, nakleyka bilan yopishtirganmiz. Так, okey, g'oya paydo bo'ldi. Shu Kirill bilan gaplashdinglar, kelishdinglarki, bu narsani amalga oshiramiz. Вот bo'ldi, g'oyani утверждение qildinglar, mana retsept mana shunaqa bo'ladi. Вот bolalarga, ayniqsa o'sha bizni yoshdagi 18 yoshdan 25 yoshdagi bolalarga hammamizda bitta narsa, nimadir ish qilishim kerak, qanaqadir harakat qilish kerak. Bitta variant, men yo ishga kiraman, tam adam, amakim olib kirib qo'yadi ishga. Yo o'zim qanaqadir variant qilaman, tam nimadir olaman, nimadir sotaman va hokazo. Bo'ldi, mana g'oya paydo bo'ldi. Realizatsiya. То есть tushundinglarki, что bizga joy kerak. Или joydan oldin nimalar hal bo'lgan, misol uchun. Qanaqa nimadan boshlangan realizatsiya edi? O'zi birinchi biz g'oyadan boshlaganmiz. Hozir bitta yaxshi insight aytaman. Hozir esimga kelib qoldi, o'shani aytib ketaman. G'oyadan keyin birinchi очередь mana shu endi biz hech qanaqa ish qilmaganmiz. Birinchi marta bo'lgani uchun biz birinchi очередь logotip bilan nomni o'ylaganmiz. Nima qilsak bo'ladi deb. Qanaqa ko'rinar ekan? Qanaqa ko'rinar ekan. Bizni birinchi очередь nima qilmoqchi bo'lganmiz? Bu O'zbekistonda yo'q edi, yangilik bo'lib kirib kelyapti. Shunga biz odamlar uchun degan nom qo'ymoqchi bo'lganmiz. Ingliz tilida for people bo'lgan. Okey. For people bo'lgandan keyin slishkom uzun nom bo'lib ketib qolgan. Biz nimadir qilib uni qisqartirishimiz kerak bo'lgan. Shunga biz people qilib turib apostrof s qilganmiz. То есть odamlarniki deganmiz. Shunda biz nimadir mana shu Georgiy og'aynim bor, yaxshi taniysiz. O'shan bilan gaplashib, maslahatlashganimizda qanaqadir kreativniy narsa bo'lishi kerakki, чтобы lug'ati yo'q so'z lekin ma'nosi tushunadigan narsa bo'lishi kerak. Tipa branding asosiy g'oyasi shundaki, odam ko'rsin, bittada eslab qolsin. Shunaqa. Lekin ma'nosi ham ozgina bo'lsin. Xo'p, oldindan o'sha nima ma'no bo'lgan? Nimani yetkazmoqchi bo'lgansiz? Boshidan u narsani bu darajaga chiqib ketadi deb o'ylamaganmiz. Bu daraja deganda o'zi hozirgi payt nechta filial bor va qayerda joylashgan? Hozirgi payt bizda действующий ishlab turgani 18 ta filial. O'zbekiston bo'yicha. Hozir Navoiyda 3 ta filial ochilyapti. Namanganda yana bitta filial ochilyapti. Toshkentda yana 2 ta ochilyapti, то есть 6. И Tojikistonga keyingi hafta xudo xolasa. Уже u bozorga уже kirib bo'lganmizmi? Endi kiramiz. Hozir Xo'jandda bitta filialimiz dizayn qilib bo'lganmiz, joy tanlab bo'lganmiz, remontini kutyapmiz. Dushanbega hozir yana 2 ta filial ochishimiz kerak. Keyingi hafta joyini utilizatsiya qilgani borishimiz kerak. Gap yo'q. Xullas, bizani Tojikistondan, Dushanbedan, Xo'janddan agar kuzatuvchilar bo'lsa, kutinglar yaqin atrofda, sizlarni ham mahalllarda shunaqa logotipdagi korxona ochilib qolishi ehtimoli ancha katta. Yaqinda men Buxoroga borib keldim, BNLga. Gostinitsa oldik, gostinitsaga kirib kelamiz, bo'ldi, kirib bo'ldi, o'sha joylashib bo'ldi. Chiqib kelaman, shunda o'sha BNL yonida gostinitsa olganmiz. Shunda chiqaman, смотрю people. Вы уже и тут были deb o'yladim. Kirdik, zo'r, я очень удивился, что Buxorogacha borgan ekansizlar. У вас уже там Tojikiston kengayish harakat. Lekin O'zbekistonda bo'ldi auditoriya tugadimi yoki nima uchun? Yo'q, bu partnyor asosida bo'lib turibdi. O'zimizdan o'zimiz hozir boshqa bozorga chiqish niyatimiz yo'q edi o'zi. Tipa franšiza sifatida. Tipa franšiza sifatida, no, ozgina boshqacharoq bo'libdi. Okey. Hali O'zbekistonda juda ko'p filial ochishimiz kerak. Nechta o'zi plan?
2026 yil. вот именно да, o'sha 2026-yilni faqat gapiradigan bo'lsam, 50-60 ta filial O'zbekistonda qilishimiz kerak. Okey. Lekin u ham hali predel emas, u ham hali maksimum emas. Uni hali vaziyatga qarab. Da, uni уже vaziyatga qarab, может быть, уже boshqa chet davlatlarga chiqib turib, SNG davlatlaridan boshlaymiz. Хорошо, kichkina insiderskiy informatsiya kerak menga. O'zbekistonda, aynan Toshkentda nechta filial dedingiz? Toshkentda 8 ta. 8 ta filial. Eng такой kuchlisi, kachat qiladigani qaysi biri? C1 baribir. C1. C1. Xo'p, C1dan keyinchi? C1dan keyin Toshkent City turadi. Toshkent City bulvarda turadi. A вот sizlar nimaga asoslanib o'sha lokatsiyani qidiryapsizlar? Chunki ko'pchilik bolalar mana faqat imенно xorika yo'nalishda emas, в целом offline biznesda ishlab yuradigan odam birinchi narsani endi patochkaga qarab joyi tanlaydi. Sizlar bu narsani nimaga asoslanib joylarni tanlaysizlar? Chunki C1 Toshkent City uni ochuvchi aytadigan bo'lsak, hamma ham ololmaydi bunaqa joylardan. Nimaga asoslanib sizlar o'sha joyi bo'ldi mana masjiddan biz точный lokatsiyani ochamiz deb nimaga asoslanib o'sha lokatsiyani tanlaysizlar? Biz boshida o'zi keladigan bo'lsak, boshida men sherigim bilan ko'pincha qaysi rayonda yuradigan bo'lsak, o'sha yerda qolib ketgan. Endi bu yoshlikda bu hammada qoladi deb o'ylayman. То есть qaysi rayonda ko'p yursangiz, nimagadir siz shunaqa deb o'ylaysizki, butun shahar o'sha rayonga boradi deb o'ylaysiz. Biz shu asosan C1da birinchi ochganmiz. C1da bizga именно mana bir yil, 1,5 yil retseptga vaqt ketgan bo'lsa, joy tanlash uchun, joyini gaplashish uchun, kelishish uchun 1,5 yil vaqtimiz ketgan. То есть это плюс. Так, окей. 1,5 yil. Чтобы на C1 открыться, 1,5 yilni o'zini joyi kelishgan. Da. То есть bizda javob tajriba katta bo'lmaganligi uchun biz mana shu har bitta, например, stakan qidirishmi vaqt ketadi. Okey. Retseptmi vaqt ketadi. И плюс ikkitasizlar. Ikki kishimiz. Всего 2 головы и 4 ruki. Da. Hech narsani biz endi tushunsak ham lekin ko'rmaganmiz. То есть test va teoriyada bilamiz, lekin praktikada bilmaymiz qanaqaligini. Xullas, men tushunishim bo'yicha o'sha mana направленияni tanladinglar. Plus minus, okey, menga stakan kerak. Men boraman, qiziqaman. O'zi stakan qatsa, kim ishlab chiqaradi, qayerdan men zakaz qilsam bo'ladi. То есть hech qanaqa nima desa bo'ladi, закрытый informatsiyaga ega bo'lmagansizlar. Yo'q. Просто harakat qilgansizlar. Просто da. Stakan kerak, okey, bizani bozorda yo'q. Nima qanaqa variant bor? Yo'q, Xitoydan olib keltiraman, yo'q, o'zim ishlab chiqaraman. Вот так, да, получается. Shunaqa. Okey. Mana shu narsani yaqinda esladim. Bir akam bilan esladim. Akam bilan eslaganimda yangi proyekt boshlayapmiz u bilan. U meni chaqirdi-da. Amir, u endi hech qachon biznes qilmagan. Kelib turib, hozir shuncha narsani qilishimiz kerak. Men to'g'risi hali ish boshlamadingda. Men to'g'risi hali ko'zim yetmayapti bu narsaga. Qanaqa qilib biz shu narsaga erishamiz? Okey. Men o'shanda bitta narsa esimga keldi. Boshida sherigimni uyida retsept qilganimizda men o'tiribman, Safari ochganman. Safarida производитель стаканов 07 deb yozib o'tiribman. Okey. Google'da. Mana mashindan boshlanadi-da, hamma narsa. Da. То есть o'shanda ham biz tushunmaganmiz. Qanaqa qilib yetib borsa bo'ladi bu narsaga. Просто shak-mashak har kuni qilganmiz, shu bilan o'xshab ketgan. Men bu narsani nimani aytmoqchimanki, hech kim, men o'ylashim bo'yicha, necha kishini ko'rgan bo'lsam, qanaqa tadbirkorlar ko'rmagan bo'lsam, hech kim bilmagan nima qilsam, shu darajaga erishaman deb. Tipa точный qanaqadir checklist, buni vaziyatga qarab, vaziyatdan kelib chiqqan narsa. Хорошо. Bu narsa mana bizani teng yoshlarga katta dars sifatida qabul qilish kerak, sababi kompaniya ochilganida mana hozir bolalar aytayapti, 50 ta, 60 ta ochamiz filiallarni. Lekin bu narsa hammasi uydan, divanda o'sha Google qilishdan boshlanadi. Bitta narsa faqat Google qilib bo'lganingizdan keyin nimadir tushunib olib, qanaqadir ma'lumot topgandan keyin to'xtab qolish emas, menimcha dальше harakatini ham qilirish kerak. Plus minus men o'ylayman, что o'sha muvaffaqiyatni asosi mana imенно shu narsaga qarashli. Menga endi bitta narsa qiziq. Ko'pchilik endi bolalar qanaqadir ish qilaman deyotganda nima deb o'ylashadi? Okey, men hozir investor topishim kerak, marketingini qilishim kerak. Bu o'zini boshida protsessni ustlashni qilib tashlaydi. Вот sizlarda bu narsa bo'lmaganmi? Вот qanaqa qilib biz o'sha ko'p точкani emasda, то есть вам не мешало ли то, что ko'p ishni boshingizda hosil qildinglar,
shu narsani deb prokrastinatsiya boshlangan. Ya'ni, ya qo'y, u qiyinroq, bu narsani men qila olmayman, bunga tanish kerak, uning uchun pul kerak. Sizlarni bu narsa to'xtatmaganmi? Siz meni yaxshi taniysiz, Kirillni ham yaxshi taniysiz. Ochilganimizdan keyin People Sibirda ostanovka, bizni biladiganlar bilishadi. O'sha Sibir ostanovkada ikkinchi haftasida уже shunaqa katta probka bo'lib ketgan Sibirda. Mashinalarni ikkita polosaga qo'yib tashashgan, очередь bo'lgani uchun odam очередlik и odamlar уже mashinalar встречный polosadan yurish boshlashgan. Unda kameralar bo'lmasdi. Tak, hop. O'shanda biz qarab turibmiz sherigimiz bilan 6 kishi ishlab yuribdi. 10 kvadratli joyda 6 kishi ishlab yuribdi. У них мест нет. Okay. Qumlamayapti. Biz sherigimiz bilan qarab turibmizda uyalyapmiz. Uyalyapmiz nimaga? Chunki shuncha odam kelgan, biz ularni uyaltirib qo'yapmiz, sekin qilyapmiz. Tam непрофессионально bo'lib ketib qolyapti. То есть Jadarinskiy bo'lib ketib qolyapti. Ano очередь yo'q, ham baqir-chaqir shunaqa bo'lib ketgan. Hop. Sherigimga qaraganman, nimadir qilishimiz kerak deganman. Sherigim kirgan barra ichiga. O'zi hamma narsani o'zini kontroliga olgan. Operatsiyonkaga o'zingiz ham kirgansiz. O'zi kirgan, men ko'chada turib, o'sha очередьni o'zimiz strayot qilib turganmiz. Хорошо. Nima demoqchiman bu narsa bilan? O'sha narsadan keyin men tushunganmanki, to что biznesda gapiradigan bo'lsak, endi har xil strategiyalar bor-ku, lekin men uchun men bilan sherigim, men sherigim bizni biznesimizda qanaqa proses bo'ladigan bo'lsa, o'shaning ichida profi bo'lish kerak. Okay. Chunki biz ko'p направленияda vakansiyalarimiz bor. O'sha vakansiyaga ishchi olsak, ko'pinchasini bilmasdik oldin, tushunmasdik nima qilishni, lekin shu qanaqadir zatachi qo'yib qo'yardik. Tekshirish yo'q edi. Shu bilan o'zimiz tushunib yetdikki, to что agar biz qilmasak, hech kim uni tekshirmaydi, hech kim uni qilmaydi и hech qachon biz o'smaymiz o'zimiz. Так, хорошо. Mana shu joyida sekin-sekin masshtabga o'tamiz. Menga qiziq bo'lgan narsa, men misol uchun o'zimning kompaniyamda aytaylik, men SMMchini olmoqchiman. Men o'zim bu yo'nalishni yaxshi bilaman. O'shaning uchun o'sha KPI hosil bo'lishi nimadan iboratligini men tushunaman. Lekin sizlarning ishingizda aytaylik barista. Вот, например, ты вряд ли работал барменом. Навряд ли. Kirill ham menimcha ishlamagan bo'lsa kerak. Qandoq tushungansizlarki, uni ish protsessi nimaga bog'ishlangan bo'lishi kerakki, условно даже зарплата. Ya'ni o'sha kadrlarni naym qilish qanaqa qilasizlar? Boshidan aytadigan bo'lsam, barmen barista endi u Kirill 1,5 yil ichida o'zi barmen bo'lib ketganda. Okay. Tushunasizmi? Ammo 1,5 yil ichida men finansist bo'lib ketib qolganman. Shuning bilan именно shu hali biznes boshlanmagan, hali filial ochilmagan. Lekin shunda sherigim bilan biz уже gaplashmagan bo'lsak ham, lekin уже задачаlar bir-birimiz uchun tushunganmiz. Kim nima bilan shug'ullanadi. Уже понятно, да? Zona ответственности. Да. Но sizga gapingiz to'g'ri, biz ishlab ko'rmaganmiz, biz bilmaganmiz, hech qachon odam ishlatmaganmiz. И именно xorika sferasida juda nozik tema bu odamni, produksiyalari. То есть bu har bitta sferasi men uchun bu juda nozik, chunki qanaqadir bitta ошибка shu bilan bo'ldi. Katastrofik narsaga ham olib kelishi mumkin. O'ta yaqinda men bitta narsaga uchrandim. O'sha SMMshik primerida ko'rib chiqamiz. Men to'lashga tayyor bo'lgan pulim, aytaylik 5 million so'm to'lashga tayyorman. Lekin 5 million so'm oladigan xodim 15 million so'm oladigan xodim bilan fikrlashi, skill, tajribasi bir xil bo'lmaydi. Вот o'shani o'rtasini qanday qilib topasizlar? Bunda baribir qiynalamiz biz ham. Bizda tekuchka не только barmen baristalarda, lineyni сотрудникlarda, balki shu ofisda ham juda katta tekuchka bo'lib turardi oldin. Chunki yaxshi komanda yig'ilmagan. Men bitta narsani tushunib yetdimki, ofisdagi o'zingizni komandangiz, top menejment komandasini yig'adigan bo'lsangiz, u darajada oylik muhim emas. Okay. U darajada уже как men oldin ishonmasdim. Не материальная ответственность, не материальная мотивация deydi-ku. Shu narsaga ishonmasdim. То есть я думал всегда, что это ересь. Bunaqa narsa yo'q deb o'ylardim. Faqat pul to'lasam ishlab beradi. Unaqa narsa emas ekanda. Baribir insonni o'zingizga yaqin olib turib, u insonga не только ish taraflama, но hayot taraflama, qanaqadir yordam istaydigan bo'lsa, u sizni как lider sifatida ko'rsa, oylik to'lamang,
baribir siz yoningizda bo'ladi, ishlab yuradi. Nobutda ham kraynisga ketib yorish kerak emas. Da. Sababi hammani oshqozoni bor, uydagi rozg'ori bor. Bu o'shani o'rtasini men nima deb tushundim? Hozircha u еще не факт, что это так и есть по итогу. Hozircha men nimani tushundim? Komanda yasayotganda nafaqat pul, balkim o'sha окружение, o'sha vaqt birgalikda o'tkazish, yo'q joydan team buildinglar paydo bo'lib qolmagan o'zidan o'zi. Misol uchun komanda bilan tog'larga chiqish va hokazo. Lekin men tushunishim bo'yicha sizlarni top komandanglar o'zi sizlarni kruginglarda, по сути. Yo'q. Bizning krugimizda faqat shu bir og'aynim Georgiy bor. Qolganlar yo'q. Qolganlar hammasi shu meni hozir CEO'im, bilasizmi kim? Kim? Meni birinchi barmanim. Sibirdagi birinchi barmanim, meni hozir CEO. Uzoq vaqtdan beri sizlar bilan ishlayapti, уже ishi cho'ng oldi, уже sizlar. U bola yosh bola, lekin juda aqlli, juda shustri bola. Ответственность shunda oladi. Bo'ldi deydi. То есть men unga tushuntirib o'tirishim kerak emas, ana bo'ladi-yu, aytasiz-ku, borasan magazinga, nonni so'raysan, narxini so'raysan, o'sha nonni olib kelasan. Это, грубо говоря, правая рука, да, уже. Да. Он без меня знает, что ему нужно делать. Это не тот человек, которому надо говорить: сегодня ты вот это сделаешь. Он сам видит, сам понимает. Да. Он наш экстренный, так сказать, пожарник, который тушит все пожары в любой сфере. Окей. И вот shu joyida sekin плавно bitta narsaga o'tib ketamiz, mana. Понятно, есть Амирхан, который финансист, который лидер команды. Есть также Кирилл, который также занимает лидирующую позицию. Ketidan Georgiy, head of marketing, tushunishim bo'yicha. И endi yana komanda qanaqa отделlardan iborat o'zi? Mana People's kompaniyasi. O'tda mana shu choy mangacha yetib kelishi uchun qanaqa bo'limlar ishlayapti? Endi qarang, shu agar chizadigan bo'lsak, men bilan Kirill, keyin o'sha men aytgan bolam Nurullo, он как региональный менеджер. Нурулло. Нет, территориальный менеджер. Есть также один сотрудник Таир, он отвечает за франшизу. Он тоже глава франшиз. Вообще в целом он за франшизу отвечает. Undan keyin Ayka kalkulyator бухгалтерimiz bor, который не как обычный бухгалтер, который техкарту делает, har bir foizini, перемещенияларini, приходlarini, списание. То есть hamma OPU отчетlarini, finchastini o'qib beradi. U bilan birgalikda ishlaymiz. Как удаленный бухгалтер или прям офисda, конкретно in-house. Да, biz hozir udalyonkadan ketmoqchimiz, chunki ozgina qiyin ekan baribir udalyonka bilan ishlash. U shu Ayka sferasida buxgalter, undan tashqari ikkita yana buxgalterimiz bor, который оплатой shu счетimizga tushadigan pullarni o'sha bo'yicha, и keyin водительlar bor, HR bor, который shu HR butun people'sdagi сотрудникlarga javob beradigan. Shunda men tushunishim bo'yicha headlar buxgalteriya, полный buxgalteriya bo'limi, o'sha hisobot, hisob-kitob o'tkaz, siz ham qaraysiz, buxgalteriya ham qaraydi. O'sha buxgalteriyada ko'proq ekan odam. Fin отдел. Tushunishim bo'yicha marketing отдел, tushunishim bo'yicha и уже отдел по развитию. O'sha regionальный menedjerlar по франшизам va hokazolar. Xo'p, marketing bo'limida nechta odam ishlaydi? Marketingda javnoq ko'p emas, marketingda 1, 2, 3, 4 odam ishlar ekan. Unaqa ko'p emas. Так, хорошо. Mana Georgiy bor, yaxshi o'rtog'imiz. Georgiy, assalomu alaykum. Georgiydan tashqari, скорее всего, SMM-щик реализатор. Да. Yana SMM-щик, который за франшизу тоже отвечает, отдельный, там тоже как команда считается. И еще один помощник как Georgiy. Bo'ldi, хорошо. Endi men tushunishim bo'yicha, bu men uchun insight, sizlarni to'ringlarda, konkretno sizni и kompaniyangizning siz marketing va rivojlanishi nafaqat sotuv orqali, odamlarga B2C orqali, balkim kompaniyani razvitsiyasiga marketing qaratyapsizlar. И в целом Да. Pul olayotgan, faqat oylikni asosida ishlayotgan odam bu narsaga menimcha qaramasa kerak. Shunaqa. Так, окей, хорошо. Вот как раз shu joyda men nima taklif qilaman? Именно плавный o'sha отзыв, feedback bilan ishlashchi to'g'risida gaplashaylik. Mana bizda ham ko'pchilik mijozlar bo'ladi. Ularning ichidan в любом случае qanaqadir foizda negativ keladi. Endi
kimdir yo'q deyishi mumkin, lekin aslida men ishonmaymanki, что o'zlari bilmas ekan. Da, u yo'q bilmaydi, yo'q скорее всего nimadir oxirgacha bizga aytib bermayapti. Вот, meni savolim nimadan iborat? Aytaylik, mana menga dastavka keldi, people. Mana hozir biz bugun dastavka qildik, men juda hayron qoldim. Bunaqa paketladi. Вот этих вот бумажек это. Da, bu bizning yangi paketlarimiz, shuni aytib o'tib ketsak, bular hali продажаga chiqmaganida, endi mana hozir qo'shdik и также mana bunaqa bumashkalar bilan yopib qo'yamiz krishkan tagidan. Bu dastavka qilganda to'kilib ketmasligi uchun. Вот, nima demoqchiman shu gapim bilan aytganingizdek, kimdir g'alaba qilsa, o'sha narsani asosida biza qanaqadir xulosa qilib, sizlar ham mana shu bumashkaga o'zingizdan kelmagandir. Shunaqa. Bunda o'tirib stol yonida davay короче bumashka tiqamiz, yo tam paketni anaqa kleylab qo'yib yuboramiz odamlarga. Mana shu proses. Shunaqa. Qanaqa o'tadi bu? Misol uchun mana komanda bilan yig'ildinglar, brainstorm. Bolajonlar, короче, bugun bizada 4 ta zakaz kelgan, to'kilib boribdi. Shuni nimadir qilib harakat qilishimiz kerak mana. Oxir oqibat buni natijasi men tushunishim bo'yicha bu ko'rinishdagi paketlar. Lekin bungacha qanday yetib boryapsizlar? Endi biz men shunaqa strategiyani anaqa qilganman. Shunaqa strategiya tanlaganmizki, ofisdagi barcha сотрудник, barcha shu top menejmentdagi ishchilar, например, franchizaga javob beradimi? Kalkulyatormi, HRmi, farqi yo'q. SMMchikmi, farqi yo'q. Hammani bitta xonaga yig'aman. И просто kunlik muammolarimizni aytib o'tib ketaman. Tipo, cho'bonlar qalay ishlar, bizda mana shunaqa muammolar bor. Shuni yozib olgan bo'laman, hammasini chaqirishdan oldin. Qaranglar, tikuchka bugun bu oy 12% ga oshib ketibdi. Nima qilamiz? Sen nima deb o'ylaysan? Sen nima deb o'ylaysan? Sen hammasidan просто informatsiya olaman. Bo'ldi. Bu menga nimaga yordam beradi? Komandadagi rotatsiyaga ham juda katta foyda beradi deb o'ylayman. Chunki har bir insonning fikrini olsangiz, uni qaysidir yutuq tarafini ko'ra olasiz. Lider поведения shunaqa bo'lish kerak deb o'ylaymanki, u har bir insonda qanaqadir plusini topish kerak deb o'ylayman. O'sha plusini topgandan keyin, вот прям как рыбалкаga o'xshab, ushladingizmi? Bo'ldi, o'sha plusini topdingizmi, uni tortishingiz kerak. U odamni tortishingiz kerak, ko'tarishingiz kerak. Endi bir xilgilar bor, naborot o'sha yaxshi anaqasini ko'rib turib, undan o'sha именно o'sha narsasini o'sha sferaga bermaydi u inson. Urg'u bermaydi u insonga. Men naborot fikrimman. Qaysidir insonni yaxshi tarafini, yo zo'r tarafini topsam, o'sha tarafini men kuchaytirishni xohlayman. Biz qanaqadir ochiqchasiga aytadigan bo'lsam, men yomon ko'raman, ana bir xilga chiqib olib, ertalab soat 5 da turishingiz kerak, kitob o'qishingiz kerak. Men geniy emasman, men bu narsalarni tushunib ko'rmaganman. Qanaqadir muammo kelgan, o'sha muammoni hal qilishimiz kerak. Nima qilishimiz kerak? Prosta har bir inson o'zining fikrini aytib turib, ustidan o'ylasak, hammamiz insonmiz. Alloh bizga shunaqa miya berib qo'ygan, o'shani ishlashimiz kerak. Bo'ldi, хорошо. Lekin mana tushuntirishingiz bo'yicha operatsionkada bolalar bilan gaplashasiz. Muammo chiqsa uni hal qilaman, yana bitta muammo chiqsa uni ham hal qilaman. Именно shunaqa yo'nalishda borib, ko'pchilik biznes rahbarlari, asoschilari o'sha operatsionkada chuqurlashib, cho'kib ketishyapti. Qanaqa qilib именно ko'pchilik biznes qilaman deydi, nima uchun biznes qilaman deydi? Men ozod bo'ling. Ishga borib yurmay 9 dan 6 gacha va hokazolar, lekin meni o'zimni bo'lgan tajribam Timur aka, buni hal qilish kerak, uni hal qilish kerak, buni hal qilish kerak deb. Mana o'zingiz 84 ta? Da, 1,5 ta ishchi ishlatgansiz o'zingiz. Menda ham unaqa ishchi yo'qda. Aytmoqchimanki, unaqa butun peoplesda bo'lishi mumkin, lekin men ularni o'zim kontrolировать qilmayman, sizga o'xshab. Вот. Gap shundaki, meni savolim nimadan iborat? Bu xatoni men уже qilib bo'lganman. Уже bo'ldi, tajriba bor, уже делегирование, распределение по отделам bo'ldi. Bu narsani tushunib oldi. 5-6 yil oldin kitoblarda o'qiganmiz bu narsani, hozir amalga oshirgandan keyin tushunib oldik. Aha, okey, bo'ldi, urildim. Endi bu ish qiyin. Savolim nimadan iborat? Mana siz operatsionkada baribir yo'qmasiz. Вот shu operatsionkada как не утонуть в этой операционке? Qarang, bu temaga ko'p gaplashsak kerak deb o'ylayman, chunki bu meni eng больной temam deb o'ylayman. Xo'p.
Boshida filialni ochishni boshladik, zo'r ketdi. Hech qanaqa operatsiyonka yo'q, endi по минимальному все операционкасы ham. Ikkinchi filial ochdik. Через 2-3 месяца мы уже два филиала открыли, сразу же. Ikkita filial ochdik, undan keyin bo'ldi, ketdi, yana 3 ta filial ochdik. Boshqa shaharlarda ochdik. Bo'ldi, ochib tashladik. Смотрим, 9 ta filialimiz. Ofisimiz yo'q. Это все на C1, да, происходит вот. Да, bu qaysidir endi C1 emas, C1ga biz kamdan kam boramiz, chunki otda joy kichkinaligi uchun odam ko'p, yomon ko'raman. Hatto o'zi bundoq bunker baza, people bazasida. Hozir shu katta ofis olganmiz, o'sha yerda endi remont hozir ketyapti-ku, lekin o'sha yerda hozir hammamiz o'tiribmiz. Undan oldin o'sha 9 ta filialimiz, nima qilishni bilmayapmiz. Biz Maksimburg filialida yig'ilamiz. Okey. А мы уже полностью масштабga kirib ketib qolganmiz o'zimizcha. Xo'p. Yosh bo'lib turib. На протяжении года, ya'ni yaqinda, даже hozir ham может быть, men operatsiyonkaning ichidan chiqa olmayapman. Bu narsa стеклянный потолок. Operatsiyonkada именно asoschilarga yoki direktorlarga shu maslahatim. Endi maslahatim emas, hamma mana shu narsani ko'rgan bo'lishi mumkin. Operatsiyonkaga kirgan odam до конца ketaveradi. Bu yerdan chiqmaydi. Chiqish qiyin, juda qiyin. Operatsiyonkadan. Umid aka, Fidap asoschisi. Okay. Hamma intervyularda, hamma shu anaqada Umid akani gapiraveraman. No, juda ko'p yordam beradi menga. Bir ko'rishib qolsak, biz ular bilan shu sahargacha o'tirib qolamiz-da. Aytadiki, "San nechta filialing bor?" deydi. Shu salomlashamiz, "Nechta filialing bor?" deydi birinchi. 18 ta desam, deydi. Ustimdan kuladi. Nimaga 18 ta deydi? Nimaga 50 ta emas deydi? Shunga men tushuntira olmayman unga endi. Endi operatsiyonga bunaqa desam, menga qara deydi. Sen hozir har bitta shu teshigimni yopaman deb yursang deydi. Hech qachon mashtab bo'lmaydi deydi. То есть, bu gap bilan nima demoqchiman? Стеклянный потолокка urilasizki, когда hamma narsani siz ideal qilmoqchi bo'lganingizda, o'shanda стеклянный потолокка urilasiz. Men o'ylashim bo'yicha buni harakatini qilish kerak emas deganim yo'q. Qilish kerak, lekin tavakkal degan narsa bor bizda. O'sha tavakkal qilib biz dalshi boraverishimiz kerak. Chunki dalshi borganimizdan keyin o'sha teshik yopilib ketib qoladi o'zidan o'zi. Например, aytadigan bo'lsam, menda bitta filial bo'lganda, men ishlarni o'zim yig'ardim, menda qiyin bo'lardi ishlar yig'ishi. Agar men operatsiyonkada qolganda, men o'sha yerda qolaverardim. Ishlarni yig'ish bilan band bo'lib ketib qolaverardim-da. Hozir menda отделim bor, HR. Kuniga 156 ta, 170 ta mana shunaqa odamlarni aniq qiladi. Masalan, vakansiyalarni ko'rib chiqishadi. Yechim delegirованиеda demoqchisiz. Delegирование bu ham individuальный понятие deb o'ylayman. Chunki men uchun delegирование bu juda qiyin narsa. Почему? Потому что есть endi siz u narsaga qo'shilmasligingiz mumkin. Men hozir aytaman bu narsani. Men o'zimda bu narsani his qilganman. Ko'pchilik direktorlarda bu narsani ko'ryapman. Никто не сделает лучше меня. Shunaqa 100%. Вот. И siz agar bu fikr bilan dalishib borsangiz, ikkita oxiri bor. Birinchisi выгорание bo'lasiz. В любом случае, миллион задач на одного человека, он в любом случае рано или поздно выгорит. Bu 15 marta bo'ldi shekilli o'sha выгорание. Bo'veradi. Просто в какой-то момент выгораниеda bo'lganingizda zadachalar bajarilmaydi. И выгораниеdan chiqib bo'lganingizdan keyin bu narsani reabilitatsiya qilishga qanchalik ko'p vaqt ketadi. Demoqchi bo'lganim, men o'zimni shu fikrda ushlaganmanki, nimaga o'zi mendan tashqari hech kim yaxshi qila olmaydi. O'yladim, хорошо, sababi bu meni biznesim. Uning uchun men qo'pollik qilib aytganda jonimni kuydiraman. Okey. Al если men shunaqa odam topsamki, u ham jonini kuydirsin. Xo'p, jonini kuydirish uchun unga men nima berishim kerak? Просто pul bilan bu ish hal bo'lmaydi, и o'sha nematerialniy motivatsiyaga qaytib kelyapti. То есть суть в том, что effektiv tarzda xodimlarni boshqarish uchun siz effektiv tarzda ular bilan muloqotda bo'lishingiz kerak. Endi men shunaqa предполагать qilyapman. Nima deb o'ylaysiz shu narsani? Shunaqa, mana temamiz juda zo'r ketyapti ekan-a. Shu ketma-ket как раз shu temalarni yopib ketyapmiz ekan. Gapingiz 100% to'g'ri. Men siz bilan полностью согласенman. Shu заблуждение bor, sizdan hech kim zo'rroq qila olmaydi, yaxshiroq qila olmaydi. И bu xato deb o'ylayman, lekin baribir haligacha men
любой narsa nima bo'lishi mumkin. Retseptura desek kartada bizda hozir endi оборот oshgandan keyin bizga hozir 1% ham juda katta rol o'ynayapti. Shu sabablama texnik kartada 1% nimadir kamaytiraman desa, menga olib kel deyman birinchi. O'zimcha men nimadir qilib, men o'shani tekshirishim kerak. Nimadir qilib, tushunmasam ham tekshirishim kerak. Shunda men bitta shu aybim bor, shu erkinlik bera olmayman ishlarimga. Chunki qo'rqaman, что ular yoshlik qilib qo'yadi yokida mendagi zo'r qila olmaydi deb zaboždение bor. O'shanga mana shu ham buni ham своего рода операционка deyman. Nimaga? Chunki har bitta sferaga kiraveraman, har bitta направлениеga kiraveraman. Marketingni nima bo'lyapsizlar? Qalay qilyapsizlar? Men videoni unaqa olmaylar deyman. Там target неправильно запустили. Например, siz, siz, например, sizga kimdir kelib turib, target noto'g'ri yo'q desa, yoqmaydi-ku sizga, to'g'rimi? No, men u taraflama gapirganim yo'qda, tushunyapsizmi? Men o'zimni shu qanaqadir yaxshilik olib kelaman deb, yaxshi sifatda gapiraman, lekin shunaqa ko'rinadi baribir. Sut perfeksionizm. Shunaqa. Именно mana shu perfeksionizm bizga масштабироваться-ga и вообще rostga он, я думаю, очень сильно мешает. Bu narsa bizga juda, то есть medal ikki tarafi bo'ladi-ku. Perfeksionizm это круто, zo'r, молодцы, но Как этот, я видел вот недавно в рилсах, это не я придумал. Agar birinchi MVP chiqargan produkting senga полностью yoqayotgan bo'lsa, значит sen uni ancha kech chiqarding. Да, juda zo'r gap aka. Понял, типа ты, если тебе все устраивает в нем, значит, как этот подкаст, да, mana ochuvchasini aytaman. Kechadan oldin Instagramda yozishganmiz, go podkast. Da, okey, go. Lekin bir xom chiqishi mumkin, o'xshamay qolishi mumkin. Bo'ldi, yakshanba kuni bugun soat 7 da turdik. Вот я lично soat 7 da turdim. Shuning uchun qilib ko'ramiz, qilib ko'ramiz harakatda, как говорится, barakat. Вот, men o'sha вот shu temada yana ozgincha vaqt beramiz bunga. Gap shundaki, men nimaga keldim? Вот o'sha aytganingizdek, marketingga kirdim. Cho, mana shu reels nima bo'lyapti? Bu reels ketdi, sotuv bo'limiga kirdim. Cho tam nechta, nima mijoz bilan bunaqa gaplashyapsan? Вот shu masala bo'yicha men bitta katta tadbirkor bilan gaplashdim. Akaning ismlarini aytmay qo'ya olaman. Aka, mana shunaqa bo'lyapti. Men ani nima desa bo'ladi, уже psixologически bu narsani vivozit qila olmayman, tushuntiryapman. Xo'p, nima qilyapsan deb so'rayaptilar. Men aytaman, "Вот, sotuv bo'limiga kirdim. Bittasi o'tiribdi, bittasi telefon qilmayapti, bittasi tam telefon o'ynab o'tiribdi." Da endi o'tdi rahbari savoli, rahbar qo'yish savolida. No, deyapti, o'zingga katta savol. Qanaqa savol desam, aytayapti, отчётlaringni ko'rsat. Ya такой, "Okey, хорошо, вот отчёт." 16 ta operator misol uchun. 16 ta operator ichida foizini ko'rdi. Bittasi misol uchun planni 30% ga bajaryapti, bittasi 70% ga bajaryapti, 80% ga. San deyaptilar, rahbar sifatida operatsionkaga imенно mana bu harakatni mana qilishni tekshirishing kerak emas, sonlarga qarab ish qilishing kerak. O'shanda sen vaqtingni produktivni ishlata olasan. То есть отчет ko'rding, Hamrayev Timur yaxshi harakat qilyapti, Usmonov Amirxon kamroq sotuv qilyapti. Okey, chaqir uni. Nima bo'lyapti? Cho'kak chimi. То есть kirib o'zing yurishing kerak emas. Sonlarga qaragan holda sen уже вывод qilasanki, что кто-то что-то там не так делает. То есть bu narsani hammasini sonlarga o'tkazish harakat qilish kerak. И bizani pozitsiyamizdagi odamlar, ya'ni o'sha rahbarlar, biznes rahbarlari endi tajribalari bor, tushuntirib berishdi menga. Bu narsani men qo'llashga harakat qilaman. Biz именно bo'lgan harakatlarga emas, songa qarashimiz kerak. O'shaning uchun отчётный sistema o'rnatilgan. Endi men oldin tushunmasdim. Отчёт. Olib kelinglar отчётni derdim-da. Но lekin zачем он мне нужен? Оказывается, это для того, чтобы bu endi nima, очевидный narsa bo'lishi mumkin kimdir uchun. Men endi o'zim o'rganib boryapman. То есть не заходить в колл-центр и смотреть, кто как работает, а открывать CRM и смотреть цифры. Зайти в отдел продаж, поругать всех – это одно количество времени. Посмотреть цифры в отчете – это вообще другое количество времени. Shuni asosida men o'ylayapmanki, что o'sha operasionkadan выгорание bo'lib qolmasligi uchun protsessni to'g'ri qo'yish kerak. Kichkina ob'yomdan boshlab, to'g'ri tuzilgan CRM sistema, to'g'ri tuzilgan KPI parametrlar, kim nimaga asoslashib o'sha produktivnostga olib borishi, qanaqadir podvodящий harakatlari bo'lishi kerak deb o'ylayapman. Sizda qanchalik bu narsa
o'rnatilgan. Qanday tushunasizki, Georgiy marketolog yaxshi ish qilyapti. Misol uchun, endi bitta variant bor. Reelslarni bittalab ko'rib, qarab, tipo, вот, okey, классный reels, этот не классный reels, bu bitta. Ikkinchi variant bu отчетni qarab, okey, bu oy davomida 19 ta reels chiqqan. Общий охватimiz отчетda ichida именно. Tam 18 million bo'lgan. O'sha Instagram murojaatlaridan biz mana shuncha sotuv qildi va oxir-oqibat digital tomonlama bizda tam plus 400 millionov отчет. Как это у вас? Qanaqa shakllangan bu ish? Именно shu отчетlar bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, mana qarang, sizning sohangizda sizda sifra bo'yicha konkretno o'zi ko'rsatiladi. То есть qaysi operator nechta sotuv qildi и necha foiz chiqdi. Bizning sferamiz nimaga shunaqa qiyin deyishim mumkin? Endi har bir sfera qiyin-ku o'ziga nisbatan. No, bizning sferada nimaga unaqa? Chunki продажа tushib ketdimi? Nimadan bo'lishi mumkin? Там вариантов много, да? Ko'ryapsizmi? Siz ham o'zingiz ham aytolmaysiz bu narsani. Chunki именно SMM tarafdan mana Georgiyni aytdingiz. SMM tarafdan aytadigan bo'lsak, SMMda men hech qanaqa отчетni hech qanaqa menga statistika berishmaydi. Men o'zim so'ramayman. Chunki u insonga shunaqa darajada ishonamanki, что o'zi biladi. Men aralashmayman, просто qanaqadir pravkalar bo'ladigan bo'lsa, videoda ozgina endi baribir o'zbek millatiga to'g'ri keladigan videolar qilib turish kerak-ku baribir endi. Ja, unaqa bo'lib ketmaslik kerak. Shu narsada men ozgina balans ushlab turaman deb o'ylayman. Menejerlar, regionalniy, territorialniy menejerlar bilan gaplashadigan bo'lsam, только цифры. Там уже только цифры. Chunki o'sha yerda показатель endi u ham qarang. Regionalniy menejer bu o'sha franshizalarni sifralari bo'ladigan bo'lsa, nechta franshizamiz bo'lsa, har bittasini ichiga kirib, biz problemasini olib chiqishimiz kerak. Любая встреча у меня с франшизником, либо с партнером, ertalab kelishadi, shu obeddan keyin soat 10 da kechqurun chiqib ketamiz. Okey. Bitta o'tirganda shunaqa. Lekin 60 ta filial bo'lganda-chi. Endi harakat qilamizki, men, например, hozir men o'zimga bitta yangi emas, endi bitta opitni CEO olishim kerak deb o'ylayman, chunki o'zimni hozir boshqa proyektim boshlanyapti, yana bitta proyekt juda xohlayapman qilishni, unga vaqtim yo'q, lekin uni ham qilish kerak 100%. Shunga men bitta yaxshi upravляющий olib, halol именно upravляющий olib, chunki hozir bilasiz, baribir qiyin. Shunaqa topib olganimdan keyin o'sha ancha oson bo'lib ketadi. Endi odam qilgan ishni odam qiladi-da. Например, Xitoyda bor bitta brend, nomini aytib o'tirmayman, 8000 ta filiali bor Xitoyning o'zida. 8000 ta. 80 ta emas, 800 ta emas. Да, tushunarli. Это невозможно. Можно делегировать. Да. Lekin o'sha narsaga qaytib kelamiz-da. То, что men o'zim shunaqaligim uchunmi? Endi men, например, boshida aytadigan bo'lsak, 23-yilda boshlaganimizda men butunlay boshqa inson edim. Ha, okey. Hozir boshqa insonman. Endi baribir o'zgarar ekan bu odam. Endi menga qiziq bo'layotgan narsa, ozgincha sonlarga kirishamiz. Menga точный sonlarni aytolsangiz ayting, aytolmasangiz o't do sifatida gaplashaylik. Gap shundaki, meni qiziqtirayotgan narsa 2023-yil ochilgan. Filial 2026-yilgacha общий плюс-минус nechta stakan sotilganmi? Да. Ну, относительно хотя бы. Uni точно men sizga ayta olmayman hozir, lekin bo'lganda informatsiya aytardim. Xo'p. Instagramga qo'yishadi-ku o'zi. 30 mingta ko'rdim yaqinda. Открытый qilib qo'yishadi, да. Но это месячные, кажется, ёо? Да, ну, возможно, месячные. Это месячные. 30 mingta bo'lishi mumkin. Хорошо. Потому что kuniga 1,5 mingta stakan sotiladi-da. Общий. Да. Не, только Toshkent. Faqat Toshkentda kuniga 8 ta filial Toshkentda 1,5 mingta stakan sotadi. Ну, кажется, да. Ну, окей, хорошо. Понял. Butun Мне кажется, unaqa sizga вам кажется, deydi-ku. Okey. Mingta, в среднем mingta. Наверное. Toshkentda. Хорошо, xo'p. O'zbekiston bo'yicha. Endi O'zbekiston bo'yicha baribir ko'proq sifra bo'lishi mumkin. Так, hop. Toshkentda 8 ta filial dedingiz. Да. O'zbekiston bo'yicha общий nechta filial? 10 ta ekanda, значит. 10 ta ekan. Если сейчас 18 ta filial bo'ladigan bo'lsa, 8 ta Toshkentda, 10 ta. Всё, хорошо. 10 ta filial, o'shani 10 ga ko'paytirib orasizlar, o'zingizlar hisob-kitob qilasizlar. Yo'q, endi ja unaqa emas-ku, endi baribir viloyat. Ну да, viloyatda endi ozgincha в плане населения, ну хотя нет. Но shunaqa deysiz-ku, lekin условно vodiylarda ancha ko'proq. Da, tam baribir biz kutgandek emas. Xo'p, kuniga Da. People kompaniyasi nechta stakan sotadi? Plus minus. Ориентировочно от до.
Endi bizda ham sezon degan narsa bor. Мгм. Сезон bu yoz, весна и Так. осень. Хорошо. Не сезон, это сейчас, зима. Ну, вообще хорошо Глинтвейн залетает в целом. Вот именно. Окей. У людей из-за того, что biz yozda ochilganimiz uchun stereotip qolib Окей. ketgan. Ассоциативный ряд. Bu sovuq. muzdek narsa, men qishda icha olmayman degan narsa. Qachon biz har sezon yangilaymiz. Ana bitta menyu qilib qo'yib har anaqa zimoy не добавляем. Mana bu sumka ham termosumka edi, adashmasam. Bu termosumka ham issiq, ham sovuq ushlab turadigan Okey, termosumka. hop. Shunaqa. Odamlar tushunishmaydi shu narsani. Stakanlar bo'yicha aytadigan bo'lsam, endi u ham har xil. Paytida kuniga 1,5 mingtadan sotilardi. Butun Minimum. hamma filiallarda. Toshkent o'zida. Toshkent o'zida, aha. Paytida. Hop. Hozir endi baribir sezon emas, tushib ketgan. Как бы minus qilib yuborasizlar foizlarni. Okey, хорошо. U choy zavarka bo'lgandan keyin, mana oddiy uyda choy qilasiz-ku, o'sha choyni, например, stakanga solamiz. O'sha stakanga solib turgandan keyin bir ikkita ingrediyentimiz bor o'zimizni. Undan tashqari keyin уже jemlar qo'shilishi mumkin, mevalar o'zi qo'shilishi mumkin. И tepasida bilasiz o'zingiz, o'zimizning kremimiz bor. Shu bo'ldi, hech qanaqa buni unaqa qiyin narsasi yo'q. Ну, hammasi исключительно organik mahsulotlar. Shunaqa, da. То есть какие-то вкусовые добавки va hokazolar ishlatiladimi? Yo'q, ishlatiladi. No, organik. Da, usiz qilib bo'lmaydi. Aha. Busiz по-любому qilib bo'lmaydi. Любой narsada bu narsa bor. U ming organik degan bo'lsa ham baribir bu narsa bo'ladi ichida. Хорошо. Дальше nima planlar, Amirxon? Kelayotgan 3-4 yil qiziqmayman, sababi hozir dunyoviy o'zi nestabilniy положениеda. Kelayotgan 1 yil davomida Peoples'dan tashqari balkim qanaqadir by Peoples yana zavedeniyalar ochilishi mumkin. Balkim o'sha qanaqadir proyektlar. Nima planda o'zi? Hozir ikkita proyektimiz bor, boshlab turgan. Bu birinchi proyekt, bu mobilniy приложение. Nimaga asoslanib paydo bo'ladi? Balkim o'sha siz, men va yana ko'p tadbirkor tanishlarimiz, endi o'zimizni shunaqa deb nomla olmayman, sababi предприниматель. Da. Qilamiz o'shaning uchun tadbirkor. Da. Bunaqa fikrlashimiz o'zi qayerdan paydo bo'lyapti, nima deb o'ylaysiz? Balkim yoshlikdan, o'qishdan, tam univers, maktab va hokazo. Hamma narsa deb o'ylayman. Mana, например, boshidan boshlaydigan bo'lsak, yoshlikdan bu обязательно как ни крути воспитание. Tarbiya bu juda katta rol o'ynaydi siz butun umringizga deb o'ylayman. Chunki mana yoshligimdan men nimagadir endi oilamiz nima desam ekan, o'rtacha bo'lgan, o'rtachadan sal yuqori bo'lishi mumkin, lekin men yoshligimdan ishlashimga anaqa bo'lmagan. Nima desam ekan? Необходимость bo'lmagan-da. Lekin shunaqa bo'lsa ham baribir meni opalarim, ikkita opam bor. Opalarim va men yoshlikdan nimagadir pul topishimiz kerak bo'lgan. O'zimiz uchun. Biz shundan maza qilardik. Qatdan paydo bo'ladi bu narsa? Вот у меня также man. Bilmayman, bu narsa endi baribir yoshlikdan bo'lib keladi. Tadbirkorlar shu yangi loyihalar deyapsiz, o'sha yangi loyihalarni o'ylab topyapsiz. Shu fikrlash tizimi qatdan paydo bo'ladi? Ya'ni universitet, maktab, balkim воспитание nimadan iborat deb o'ylaysiz? Shu aytganimdek, baribir buni bazasiga tarbiya kirishi mumkin. Kirishi mumkin emas, kiradi 100%, chunki yoshlikdan bu tadbirkorlik возможности yoshlikdan bo'ladi deb o'ylayman. Chunki baribir любой tadbirkor yoshligida shu savdogar bo'lgan yokida qanaqadir nimadir qilib pul topgan. Bu уже по-любому tadbirkor deb bilaman, chunki hech qayerga ishga olishmagan ular. И undan keyin baribir universitet deylik. Mana, например, ko'pincha odam so'raydi, mana dadam ham ko'p aytadilarki, men o'zim GIMOda o'qiganman Moskvada. Международный бизнес и деловое администрирование o'qiganman. U yerda bilasizki, shu har xil davlatlarning prezidentlari o'qigan, Alisher Usmonov o'qigan, Fattoh Shadiyevlar o'qigan. И ko'pincha inson GIMOga kirganda politika tarafga kirishadi, gos tarafga kirishadi, davlat ishiga kirishadi. Men o'shani o'qib turib biznesmen bo'lganman, deylik. Hozirchalik, endi keyinchalik nima bo'ladi bilmayman-ku, lekin shu uydagilar ham ko'p gapirishardi. Shuncha o'qiding, kontrakt ham ozgina pul emas. Nimaga kerak edi senga diplom agar sen tadbirkorlik qiladigan bo'lsang, deyishardi. Uydagilarning maqsadi gos edi. 100% gos edi.
ko'p og'aylarim ham shu savol berishardi. Nima keragi bor sanga diplommi? Agar sen tadbirkorlikka kiradigan bo'lsang deyishardi. Lekin men endi shu narsaga yetdimki, diplom emas. Networking и правильное мышление deb o'ylayman. Chunki именно o'sha universitetda prepodavatellari ham oddiy prepodavatel emasda. Kerak bo'lsa pochta keladi, Rolls-Royce'larda kelishadi. Har xil chinovniklar, tam Gazpromni gendirektorlari. Уже uncha-muncha narsani ko'rib qo'ygan odamlar, o'sha natijalarga erishib bo'lgan odamlar. Ular teoriyani o'rgatadi, lekin teoriyadan keyin praktikada mana shu teoriya qanaqa применяться qilib, qanaqa кейsli bo'lganligini tushuntirib beradi. То есть har kuni qilib yurayotgan narsasini sizlarga o'rgatadi qo'pol qilayotgan. То есть shunaqa. Полностью hamma detalni tushuntirib berishadi bu narsani. И shunaqa insonlar bilan o'zi gaplashganingizda, например, Oleg Tinkov hamma biladi. Shu Oleg Tinkov ham kelganda shunaqa insight berardiki, что u insonni ichida biznesmenlik, tadbirkorlik sifati bo'lmasa ham tug'ilardi-da bu narsa endi. Uyg'onardi bu narsa. Selim initiatsiya kommunikatsiyadan kelib chiqyapti. Shunaqa. И meni o'zim одногруппниklarim ham juda katta insonlarni farzandlari, ularning mishleniyasi, ularning hayotni qanaqa yashashi, nima qilishi bu juda katta rol o'ynaydi. То есть nafaqat fikrlash, balkim sotsial resurs. Albatta, bu 100% narsa. Ko'p aytishadi-ku, ko'p odamlar aytishadi. Endi bu ham razогласие ketadi. Ko'p odamlar aytishadiki, что boy bo'lish uchun boyga o'xshab yashashing kerak deydi-ku. Shunaqa narsa ham qaysidir tarafda bu to'g'ri deb bilaman. Условно. Nima desam ekan, жизненный tarafdan qat'iy yurishib ketyapsiz. Ekonom olasizmi, biznes klass olasizmi? Да, бизнес-класс переплата, да, это, да, то, но с другой стороны, siz bu narsaga o'rganasiz, siz уже расходlarni kamaytirmasdan, navrot daromadni ko'paytirishni boshlaysiz. Shu narsa ham katta rol o'ynaydi sizni окружениеңizga qarab. Endi MGIMOda o'qimagan odamlarning tilida aytadigan bo'lsak, 5 ta bolalar bilan отношениеda sizlar 5 ta bolalar uchish emas, misol uchun Samarqandga aylanib kelgani borishyapti, чтобы o'rganib kelish uchun. Siz ham bolalar bilan borgingiz keladi, siz ham birgalikda bolalar bilan krugingiz bilan borasiz. Bunaqa primerlar ko'p. Men ham har doim shu narsani o'ylab kelaman. Men ham universitetda o'qiganimda adam so'raydilar, onam so'raydilar. Ну вот окей, o'qiding universitetda. Хорошо. И что дальше? Ну men aytaman, endi digital marketing yo'nalishida, o'zi marketing yo'nalishida o'qib kelman. Уже 2 yil bo'ldi tugaganimga. Gap shundaki, Westda o'qiganimda men уже marketing sohasida ishlab yurardim, targetolog bo'lib, уже mana parada o'tiramanmi, ustoz menga nimadir aytib beradi. U aytayotgan narsani meni deadline'im qo'yyapti, klientga topshirishim kerak. Уже men bu sohada ishlab kelyapman. Lekin bitta narsani tushundim. Westda o'qib yurgan paytimda men aytardimki, что ustozlar eskicha narsani o'rgatishyapti, tam 4P pravila va hokazo, bu narsa kerak emas, eski narsa. Hozir 3 yil bo'lyapti tugatganimga, men hozir tushunyapmanki, что men ishlab yurgan yo'nalish imенно targeting. Bu qo'pol qilib mana shu targeting bo'lsa, men bu stol bu marketing. Westda bizga katta stol marketing o'rgatishgan, lekin men kichkinagina narsa targeting yo'nalishiga qiziqqan ekanman. Vaqt o'tgan sari men ikkita narsani tushundim, nima uchun o'zi universitet kerak bo'ldi menga. Avvalambor networking. Meni kursdoshlarim, ko'pchilik bolalar 80% qanaqadir siz aytib o'tganingizdek, kimdir farzandlari, значит, ularda qanaqadir resurs bor, значит, ular bilan qanaqadir ish qila olamiz. Nafaqat pul sifatida. Ularning uydagilari nimadirga erishgan, meni uydagilarim nimadirga erishgan, biz u narsaga qarab, bir-birimiz bilan общий язык topa olamiz. Вот. И bu resurs даже universitetingizda ko'pchilik aytadi, diplom olib qo'ysam, na polki будет пылиться. Да, пусть пылиться. Lekin bu diplom olish puchi, ya'ni o'sha yo'l xaritasi davomida siz ko'p networkingga ega bo'lasiz. Oldin sizda universitetdan oldin 20 ta tanish bo'lgan bo'lsa, universitetdan keyin 450 ta bo'ladi.
И bizani, aynan bizani, nafaqat bizani, вообще в целом любой davlatda qancha ko'p sizni tanishlaringiz bo'lsa, qancha ko'p sizni sotsialniy kapitalingiz bo'lsa, shuncha ko'p ishingiz bitib ketaveradi. O'shaning uchun men shunaqa harakat qilamanki, bu ochuvchi narsani aytaman, ko'pchilik bu narsani skrivat qilib yurishadi. No, menimcha, qancha siz jamiyatingizni kengaytirsangiz, shuncha sizni qo'lingiz uzunroq bo'ladi. Endi bu narsani detalni aytadigan bo'lsak, mana bir xilgina shu yashiradi deyapsiz-ku. U yashirgani nima uchun? Chunki buni ikki tarafi bor. Bir tarafi bu to'g'ri yo'nalishda birgalikda ish qilish yokida kimdandir qanaqadir manfaat olish. Или foydalanib qolish. Или merkantilnost. Da. O'shanda buni orasida juda katta, juda kichkina farqi bor. Demoqchimanki, то есть она слишком маленькая. Слишком Ты схожа. либо общаешься с кем-то, потому что у него там условно есть деньги. Да. Вот это так себе. Да. А если ты общаешься с человеком, ну вот ko'pchilik bu narsani aytmaydi nimagadir. Men bu narsani tabiiy his qilaman. Условно предприниматель, men teng bola, u qanaqadir ish qilyapti, harakat qilyapti, uyda yotmasdan, misol uchun puli, uydagilarini puli bo'lsa ham, Да. u qanaqadir harakat qilyaptimi, bu bola значит menga qiziq. Да. Не потому что у него там деньги есть, Да, а потому да. что у него мышление, мы с Да. ним завтра можем что-то сообразить вместе, да, что-то сделать. да, И ko'pchilik bu narsani yashirib o'tishadi, sababi siz aytib o'tganingizdek, именно qora merkantilniy interes bo'ladi-yu. Shunaqa. O'zingizdan siz hech narsa nima desa bo'ladi. Если ты из себя ничего не представляешь, и ты пытаешься быть близким с людьми, у которых есть какой-то ресурс, не обязательно деньги, еще какой-то ресурс может быть, условно, как социальный ресурс. Bu sababli bu networkingga kiradigan bo'lsangiz, bu yaxshi emas. No, lekin ochuvchi aytsa, resurs bor, odamlar bor, tadbirkorlar, u odamlar sizga qiziq bo'lishi tabiiy. Lekin qiziq bo'lishi asosi nima? Yo pul bo'lishi mumkin, yokida qanaqadir fikrlashi bir xil bo'lishi mumkin. Misol uchun, men reklamani tushunaman, boshqa odamda misol uchun produkt bo'lsa, почему бы нам не коллабиться? Nimasi yomon bu narsada? И ko'pchilik men bolalar bilan gaplashaman, bizda teng bolalar bu narsani qanaqadir uyalishadimi? Aman navrot. Uchayotgan, rivojlanayotgan bolalarni ko'rsam, men ochuvchi o'zimlarga aytaman. Misol uchun mana podpiska tashlayman, bizda qanaqa rivojlanayotgan bolalarga не то что respekt berib, просто хейтсиз и без сплетен каких-то наблюдать, buni o'zi yaxshi. Да. Men lekin любой bolani misol uchun mana shaxsiy brend qurayotgan bolalarni ko'raman. Obuna bo'laman, yozaman, "Oka, gaz, bosing, от души harakat qiling, bilaman bu narsa oson emas. Qilyapsizmi, значит, bu narsani natijasi bo'ladi." Obuna bo'lib qo'yaman, qanaqadir misol uchun bir-birimizga ishimiz tushib qolsa, если предприниматели друг друга поддерживают, значит, завтра у них может родиться какой-то проект. Если родится проект, значит, будет новая деятельность. Yangi deятельность bo'ladigan bo'lsa, endi tadbirkor maqsadi nima? Ko'p pul ishlab qo'yish emas-ku. Yaqinda men intervyu ko'rdim, Jahongir Ortiqxo'jayev nima dedi? Men uchun bu sport. Hozir bu narsani mendan olib qo'ysanglar, мне просто будет скучно. Я начну заниматься какими-то неправильными вещами. O'shaning uchun tadbirkor, чтобы он был счастливым, ему нужна какая-то большая глобальная задача, которую он точно не сможет сделать, и ему надо себе и всему миру доказывать, что amalga oshiraman. Nima qilib bo'lsa ham, mana shu я, например, ko'rsataman на вот этой бумажке, что хочу решить вопрос, чтобы не разливалось при доставке. Я это сам не решу, но я окружу себя людьми, которые в этом шарят, и balkim shu sababida men ertaga qanaqadir natijaga erisha olaman va men unga erishganimdan keyin atrofimdagi ham bolalarni shu natijaga erishtirishga harakat qila olaman. Oddiy misol sifatida aytaman, kompaniyamizni ochganimizda 1,5 yil oldin bitta katta ehtiyoj sezganman. Мне нужен человек, который будет мне снимать, монтировать, будет это делать да за деньги, но от души. Menda variantlar bo'lgan, ko'chadan odam topganman o'sha payt chunki kerak bo'lgan, lekin shu vaqt davomida men o'zimni radnoy ukamni mana hozir syomka qilyapti. Uni men o'qishga tashab qo'yganman. O'ziga qiziq bo'lgan ekan. Bo'ldi, men uni o'qishga tashab qo'ydim. Bo'ldi, sen o'rgangin. Vaqt soati keladi. Bu ishimni polniy bu yo'nalishda sen o'shiysan. Vaqt o'tdi, 1,5 yil davomida u meni kompaniyamda ishladi, boshqa kompaniyalarga borib tajriba yig'di.
hozir nima YouTube'im chiqadimi, podkastim chiqadimi, Reels'im chiqadimi, bu narsaga asosiy boshqaradigan odam именно u bo'ladi. Men unga ishona olaman. Men unga nisbatan bo'lgan ishonishim va uni rivojlanishiga qanaqadir harakat solib qo'ygan odam men bo'lganimda men xursand bo'laman. U meni yonimda bo'lsa rivojlanadi, pul ishlaydi, birgalikda o'sganimiz o'sha community va menimcha universitet shunaqa odamlarni просто bitta joyda yig'adigan manzil. deb o'ylayman. Например, mana biz ham ochganimizda biz mana shu trendga chiqib ketganimiz sababi endi Allohdan bu. Buni hech kim kutmagan edi, bunaqa bo'lib ketishni. Lekin bitta ключевой faktorini aytadigan bo'lsam, bu shu meni networkingim deb bilaman, chunki meni tanishlarim, do'stlarim, shu aka-ukalarim, opa-singillarim hammasi shu tanishlarim Instagram o'zini stranitsasiga storieslar qo'yib, shu продвигать qilishgan. Shu bilan juda katta boost berishgan menga. Bu nima demoqchiman bu gap bilan? Men hozir aytganingizdek, bir xilgina bu как merkantilность qaraydi bu narsaga, bir xilgina shu yordam sifatida qaraydi. Hozirgi biz yoshlarda bir narsa bor. Mashinasiga qarashadi, kiyimiga qarashadi, kiyimlariga o'sha qayerda o'tirishi, necha pul sarflashi, shu narsalarga qarab do'st bo'lgisi keladi. Lekin tadbirkorlikda yurgan biz yoshdagi bolalar juda yaxshi bitta ko'rishda sразу biladi-da, o'zi erishganmi yo otasi berganmi uni. Lekin men buni yomon demayman. Ko'pinchasi aytadi-ku, men o'zim og'aylarim bor. Na prinsip shunaqalar bilan do'st bo'lishmaydi. Nimaga? Chunki ular nima desam ekan, prezirать qilishadi bu narsani. Otasi olib bergan, o'zi hech narsa qila olmaydi deyishadi. Lekin men bu narsaga boshqacha qarayman. Otasi qilib berdi, lekin o'shanga yarasha chiroyli yuribdi-ku. Да, и yomon yo'lga borib ketmagan-ku. Да. Еще прикол в том, что окей, otasi qilib bergan. Изначально просто ресурс bo'lgan. Lekin bu resursni qo'llash, qanaqa qo'llab qo'ygan bu bola. То есть bitta bola bor, tasavvur, bittasini adasi nimadir qilib bergan, lekin bu pulga qo'pol qilib aytganda kayf qilib yuribdi. Lekin boshqa bola o'sha mayli puli bor, yo'q emas, uydagilarini. Bu resursni первоначальный investitsiya byudjet sifatida olib realizatsiya qilgan holda nimasi yomon? Ну, то есть, типа, o'sha prezirать qilayotganlar bor, menimcha qayerdan kelib chiqadi bu psixologiya tomonlama самонеудовлетворенность. Buni otasi qilgan, meni otam qilib bermadi va o'shaning uchun men qilmayman. Ну, типа, это просто же причина ничего не делать, наверное, нет? Shu mana bitta og'aynim bor, uni ham ismini aytmayman. People'sdan oldin shu endi har xil narsa qilib yurardik, kriptovalyuta bilan ham shug'ullanganmiz. U payt Gentrada yurardim. Menga adam Gentra pодарок qilgan 18 yoshimga. Lekin o'tirsam oldimga o'sha og'aynim kelgan, yangi inomarka mashinada kelgan. Endi u payt men o'zi в целом biznes tarafda ko'p o'ylanaman. Siqilmayman demayman-ku, lekin ko'p o'ylanaman. Недостаточно qilyapman deb o'ylayman. То есть menga всегда mало. Men agar shu ofisda 10 soat bo'lsam ham, men sherigim bilan har doim 10 soat o'tiramiz ofisda. Kechqurun shu shomdan keyin ketsak, keyin liftda chiqib ketib turganimizda har doim aytaman, "Biling, bugun ham hech narsa qilmadik" desam, rosa so'kadi meniki. "Yomon motivatsiyani o'ldirasan" deydi. "Shuncha narsa qildik-ku" desam, "Yo'q" deyman-da. Nimaga sabab? Chunki o'sha og'aylarim kelganda nima deyirdi? Shu возможностьing bor, puling ko'p, uydagilaring puli ko'p, nimaga nimadir qilmaysan desam, meni ota-onam shu bitta gap aytishadi. Men to'g'ri bola bo'lib, namoz o'qib yursam, shunisi yetadi deyshadi. То есть bir xilga ota-onalar bor, farzandiga shunaqa deydi. Namozingni o'qib yurgin, qolgan narsaning hammasini qilib beraman deydi. Men uchun bu narsa o'sha inson nima bo'lmasa ham, lekin to'g'ri yo'lda ketyapti deb o'ylayman. Tushunyapsizmi? Bizda bizni yoshimizda, tadbirkorlarda deylik, mana siz bilan men primer qilib aytadigan bo'lsam, bizga har doim kam biz ko'proq qilishimiz kerak. Menda nimagadir shu yoshligimdan o'sha dadam menga 18 yoshda qola Gentra olib bergandilar.
Men o'zimga shu 16 yoshligimda Instagramning sahifamga qo'ygan ekanman, istoriyaga atloshka qilib, arxiv qilib qo'ygan ekanman. Shu 20 yoshimgacha men bitta BMW olishim kerak deganman. Tak, okey. 19 yoshimda Peoples ochildi, oxirida, почти 20 yosh bo'lib turganimda, уже 20 yosh deylik. 2 oydan keyin BMW olganman, 20 yoshimgacha. Undan keyin nimadir qilib men 25 yoshimgacha uydagilarga mashina olib berishim kerak. Tak, okey. Недвижимость olishim kerak. 30 yoshimda meni o'zim katta zdaniyam bo'lish kerak. Ani Trump zdaniyasi bor-ku. Shunaqa bo'lish kerak. Nimagadir shunaqa menda miyamda qolib ketgan, shu narsalar juda katta tsellar, endi ja katta bo'lmasa kerak yo'q, deb xolasa. Shunaqa tsellar meni depressiyaga olib kelib qo'yadi, o'ylantirib qo'yadi. А как как я для того, чтобы получить это, сделал мало, и Конечно, поэтому, окей. всегда мало. То есть я хочу, например, джет себе купить. В 30 лет у меня должен быть джет свой. Окей. Чтобы такое сделать, что я должен делать? Ishlashim kerak, to'g'rimi? Ну да. Хорошо. Endi Alloh menga shuni xayrli qilmagan bo'lsa, men 29 yoshdaman. Jetim yo'q. Nima qilaman? 1 yil faqat o'ylanib yuraman. Тут уже tushunyapsizmi? Bitta narsada shu shukurlik bilan intilish, noshukurlik bilan intilish, o'shani ham garani juda kichkina. Так, То есть окей. mani opalarim, у меня сестра старшая, psixolog. Так. Она не кому-то психолог qilmaydilar, kurslar sotmaydilar. Просто у нас в семье у инсан психолог. Ей можно прийти, выговориться, Да, сказать, да, окей, да, окей, да. окей. Не только в социальном плане или в семейном плане, а вот в финансовом плане, то есть во всем плане. Она миксует психологию с исламом. Окей. Juda chiroyli dinimiz taraflama tushuntirib beradilar. Nima? Men, например, muammolar bo'ladi. Mana men aytaman, opa, mana shunaqa holat, mana shunaqa jet ololmadim, например. Shuni nima deysiz? Men yaxshi ishlamayapman deydi. Yokida oilaviy o'tirganimizda kimdir maqtab qo'ysa, yoqmaydi menga shu narsa. Nimagadir yoqmaydi maqtasa kimdir meni. Chunki hali u darajaga chiqdim deb aytolmayman. Shunaqa desam, Amir deydi, bu juda yaxshi deydi, lekin noshukurlik tarafga o'tib ketib qolma deydi. Okey. O'zingiz ham sezgan bo'lishingiz mumkin, o'zingizda. Например, sizning mashinangiz hammada ham yo'q. По сути. Instagramda ko'rib qoldim, bizning mana shu og'aynilarimiz, bizning shu networkingda yuradigan do'stlarimiz входит в топ 7% людей по миру. По состоянию. Окей. То есть bu nima degani? Biz yoshlikdan hammamiz, imенно O'zbekistonda shuni ko'p sezganman, biz har doim tepaga qaraymiz. Ana bola bor-ku, uni geliki bor. Menda yo'q. Xo'p, sen pasingga ham qara. Ну да, на самом деле. Yo'q. Холодильнigi bo'sh, например, shunaqa narsalar bor. Lekin biz mana shu intilaveramiz, o'sha paytda biz noshukurlikka tushib qolamiz. Shu narsada men yoshlarga shu sizga ham agar anaqa bo'ladigan bo'lsa, shu do'stlarimga ham har doim tavsiya qilaman, tavsiya qilmoqchiman ham. Namoz o'qib, tahajjud namozini o'qib, shukr qilib yurishimiz kerak. Chunki endi harakat qilinadi, hamma harakat qiladi. Любой tadbirkor ham harakat qiladi, lekin baribir xayrlisi beradi. Ну да. Siz Trump oldida yuring, у вас ничего не будет, если Alloh xayrli qilmagan bo'lsa. Да. Там все решается. Конечно, men Окей. o'shanga shunaqa demoqchimanki, ko'p og'aynilarim ham, ko'p do'stlarim, tanishlarim ham bir hasad qilib qoladigan bo'lsa ham, men o'sha narsani to'g'ri tushuntirgim keladi-yu, lekin ularga tushuntirsangiz ular tushunmaydi. Shunga mayli deb qo'yaman. Chunki bu sohada gap talashib yoki xafa bo'lib yurish noto'g'ri deb bilaman. Chunki, например, meni oldimga ham kimdir kelsa, любой odam kelsa, mana shunaqa sohada qilmoqchiman, nima yordam bera olasiz? Men o'zimdan qo'ldan kelgancha yordam beraman-da. Даже o'zimiz sohamizda bo'lsa ham. Karvon ko'p, rizqi bo'lay deydi-ku. Да, fakt. Вот, o'shanga bu narsadan qo'rqmaymiz. Hozir ham Peoples'da ko'p konkurentlar paydo bo'lgan. Hammasi keladi, nima qilamiz endi, nima qilasizlar endi. Hech narsa qilmayman. O'zi bo'lgani bo'ladi. Просто harakat qilamiz и всё. То есть ana qilish kerak emas, ko'p tashvishga tushish kerak emas deb o'ylayman-da. Да. Вот именно shu joyida bitta muhim narsa gapirdingiz, что intilish bilan
noshukurligi o'tib qolish kerak emas va katta maqsadlar qo'yiladi va shu katta maqsadlarni deb men ertalab uyg'onaman, harakat qilaman. Mana shu joyda men ham, siz ham o'tgan yil uylanganmiz. Shunaqa. Uylangandan keyin bitta narsa bor. Endi hamma aytadi bu narsani. Realni men primerda tushuntirib ko'rsatib o'tmoqchiman bu narsani, lekin bu narsa borib uylaninglar degan gapni aytmoqchi emasman. Prosta ochuvchi o'zimni hissiyotim. O'zi tushundim nima demoqchisiz? Gap shundaki, to'ydan keyin ты уже не просто должен сам покушать и хотя бы прийти домой. Sani уже mamatingda и orqangda odam bor. O'shani uchun ham как minimum shuni uchun sen ertalab turishing kerak, ishingni qilishing kerak и дальше harakatingni qilishing kerak. То есть demoqchimanki, ko'pchilik mana jet dedingiz, mashina dedingiz, zdание dedingiz. Endi siz ambitsiyalaringiz juda katta. Buni yana ham aytaman, gemoda o'qimagan bolalarning tilida tushuntiraman. Qachonki sizda ambitsiya bo'lsa va qanaqadir mas'uliyat bo'lsa, siz o'sha mas'uliyatni ushab, o'shani nima desa bo'ladi, vivozit qilishga harakat qilasiz. Uylanganingizdan keyin qanchalik bu narsa sezildi, что endi men o'zimga misol uchun soat 11 gacha uxlashga позволять qila olmayman, 9 da turishim kerak. Chunki meni endi mas'uliyatim bor, men endi содержаниеni amalga oshirishim kerak va hokazo. Menda misol uchun uylanganimdan keyin men сразу же bitta narsaga tushundim. Gap shundaki, men shundoq ham oldindan kuni bo'yi ishlab yurardim. Hozir o'shandan ko'proq ishlashga harakat qilaman. Но по факту обязательно jet katta maqsadlar emas, kichkinagina narsa, во-первых, mas'uliyatingizni joyiga qo'yadi. Во-вторых, harakatingiz siz xohlamagan taqdirda o'zi bo'ladi. Потому что ты должен проснуться и ты должен сделать так, чтобы завтра, условно говоря, у тебя, у твоей жены, sani bolalaringda как minimum rozg'ora bo'lsin. Aynan shu sababli mana mashinaqa narsalar обязательно jet bo'lish kerak emas. То есть qanaqadir kichkina narsalar sizni motivatsiya qilish kerak. Motivatsiya yetishmay qoladigan bo'lsa, mana bitta mas'uliyat bor, motivatsiya bo'lmasdan turib ham harakat qilmasak bo'lmaydi. O'shaning uchun menga nima qiziq, faqat mendami bu narsa? Endi bir gap bo'lardi-yu. Katta bo'lganingda, uylanganingdan keyin shu aden nimaga ertalab hech kim turg'izmasdan zavtrak qilib chiqib ketadi. O'sha inson o'zing bo'lib qolar ekansan. Lekin men ja unaqa ko'rsatishda ishlamayotganimga ja unaqa erta turmayman, to'g'risini aytaman buni. Tursam bir 10 larda tursam kerak. Bu mana shu ayol haqida gaplashadigan bo'lsak, ayolni roli juda katta. Erkak kishini yutuqlariga, shu erkak kishini o'zi состояниясiga juda katta rol o'ynaydi. Birinchi очередь согласиться qilishimiz kerak, что uylangandan keyin baraka oshadi. Это fakt. X10, X100, X500, X1000lar ham ko'rganman men. O'zimda ham sezganman bu narsani, chunki hech qachon bo'lmagan narsalar bo'lib ketgan. Shunga men Allohga shukr deyman. Ayol sifatida gapiradigan bo'lsam, ayol haqida gapiradigan bo'lsam, ko'p ayollar erkak kishini qo'llab-quvvatlashidan qo'rqishadi. Yokida ko'chaga chiqib ketsa, shu o'zini rizqini topgani, ishlagani ko'p savollar bo'ladi. Siz menga vaqt ajratmayapsiz, unaqa qilmayapsiz, bunaqa qilmayapsiz. Shunga ish bilan, ayol bilan vaqt o'tkazishni balansini ham topish kerak deb bilaman. Chunki ko'p tanishlarim bor. Bir xilgilari ayoliga juda o'zgacha относиться qilishadi. Как запретga qo'yib qo'yishadi. Tam u ayol ham qo'rqqanidan hech narsa so'ra olmaydi, uyiga ham bora olmaydi, shunaqa narsalar bo'lib turgan. Shu ayol kishiga zapret qo'yib qo'yishadi. Ayol kishi ham nimadir so'rashga ham qo'rqib qolgan bo'ladi. Не то что уже цветы, букет или еще что-то restoranga olib chiqish, o'zini uyiga ham borishga qo'rqib qoladigan ayollar bordi. Shu og'aylarim bor shunaqalari. Bir xilga ayol og'aylarim bor, слишком qo'rqishadi. То есть tepaga olib chiqib, tam как к своему ребенку qilib, nima kapriz bo'lsa qilib, o'shaning o'rtasini ushlash kerak. Ayol kishiga shu maslahatlarim bu erkak kishini qo'llab-quvvatlab, erkak kishining mas'uliyatlarini ham tushunib, shu tushunchani oshirib,
yashashsa bizga osonroq bo'ladi. Endi menga emas, o'sha в целом o'zi ayol haqida gapiradigan bo'lsak, bu juda katta rol o'ynaydi. В общем, bizani yurish turishimizni sizlar uchun bu narsani inobatga Hozir ayollarga anaqa qolsin. Da. Bizani yurish turishimiz uchun, bizani emas, faqat в целом erkaklarni. Sizlar uchun faqat bu narsani inobatga olib qo'yinglar. Sильно пилить не надо. Вот. O'shaning uchun erkak kishini men qo'shilaman gapingizga, qancha поддержка ko'p bo'lsa, shuncha erkak kishi ertalabdan yaxshi настроенияda chiqib, уже qo'ygan planlarni amalga oshirgan holda natijalarga erishadi. Aynan tadbirkor uchun bu juda muhim. Sababi tadbirkorning hayoti stressdan kattaroq stressgacha bo'ldi shu. В целом, agar sukunat bo'lib qolsa, o'sha tinch bo'lib qolsa, shubhalanib qolamiz. Что-то в этой неделе все слишком нормально, savollar, problemalar chiqmadi. O'shaning uchun полностью gapingizga qo'shilaman va shu podkastimiz davomida bitta narsani men tushunib oldim. Bekordan bekor People's kompaniyasi 18 ta Hozircha filialgacha yetmagan. Bekordan bekor o'sha 50 ta, 60 ta degan sonlar bu просто так gap emas. Sababi men tushunishim bo'yicha nechta kompaniyani asoschilari bilan gaplashgan bo'lsam, kompaniya asoschisi fikrlashi qanaqa yo'nalishda bo'lsa, shunaqa yo'nalishda uni kompaniyasi rivojlanib boradi. O'shaning uchun Amirxon, rahmat kattakon kelganingiz uchun. Shunchalik vaqt ajratib gaplashganimizdan juda xursandman va kelajakda bizani ko'rayotgan, biza yoshdagi yosh tadbirkorlar qanaqadir manfaat va foyda olgan bo'lsa, bizani podkastdan juda xursand bo'laman. Ilojisi boricha muhim bo'lgan joylarni gaplashib chiqdik, biznesni, образованияni va hokazo. Kanalimizga obuna bo'lib qolish esdan chiqmasin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Xayr, keyingi podkastda ko'rishguncha.